Kitobning 146-beti. Bunda teng kuchli nisbatlar mavzusi. Qarang va o'rganing. Teng kuchli nisbatlarni aniqlash va qisqarmas ko'rinishda yozish. Birinchi ifodaning A topshirig'ini ko'ramiz. Quyida 12 ta uchburchak va 8 ta kvadrat berilgan. E'tibor beramiz, uchburchaklar bizda 12 ta, kvadratlar esa 8 ta. Uchburchaklar sonining kvadratlar soniga nisbati 12 ga 8 bo'ladi. Bu qayerdan kelib chiqdi? Yana bir boshidan demak eslab o'tamiz. Uchburchaklar agar 12 ta bo'ladigan bo'lsa, kvadratlar 8 ta bo'ladigan bo'lsa, uchburchaklar sonining kvadratlar soniga nisbati bu 12 ning 8 ga nisbati, ya'ni 12 ga 8. Mana bu ko'rinishda yoziladi. Buni hozircha belgilab olamiz va B qismga o'tadigan bo'lsak, uchburchak va kvadratlarni ikkitadan qilib guruhlarga ajratdik. Ya'ni soni o'zgarmadi. 12 ta uchburchak 12 taligicha qoldi, 8 ta kvadrat 8 taligicha qoldi. Faqatgina biz har ikkitasini bitta guruh ko'rinishida demak bo'lib ajratib oldik. Va bunda nechta guruhlarga ajraldi? Uchburchaklar 1 2, 3, 4, 5, 6 ta guruhga ajraldi. Buni yozib olamiz. Kvadratlar esa 1, 2, 3, 4 ta guruhga ajraldi. Va shunda e'tibor beramiz, uchburchaklar guruhi sonining kvadratlar guruhi soniga nisbati. Ya'ni uchburchaklar guruhi 6 ta, kvadratlar guruhi 4 ta edi. Demak 6 bo'lingan 4 ko'rinishida yoki 6 ga 4 nisbatda yozib olinadi. Keyingisiga, ya'ni C ga o'tamiz. Uchburchak va kvadratlarni 4 tadan qilib guruhlarga ajratdik. Demak, uchburchaklar soni o'zgarmadi, 12 taligicha qoldi. Kvadratlar soni ham o'zgarmadi, 8 taligicha qoldi. Faqatgina biz 4 tasini bitta guruhga, 4 tasini bitta guruhga va 4 tasini yana bitta guruhga ajratib, 3 ta guruhga ajratdik. 1, 2 va 3. Demak, bu yerda 3 ta guruh bo'ldi. Kvadratlar esa bunda ham 4 tasi bitta guruh, 4 tasi bitta guruh. Demak, 1, 2. Demak, 2 ta guruhga ajraldi. Endi o'qiymiz. Uchburchaklar guruhi sonining, ya'ni 3 ning kvadratlar guruhi soniga nisbati, ya'ni 2 ga nisbati 3 bo'luv 2 yoki 3 ga 2 nisbatda bo'ladi. Endi e'tibor beramiz. 12 bo'luv 8 yoki 12 ga 8, 6 ga 4, 3 ga 2 teng kuchli nisbatlardir. Bu qayerdan kelib chiqdi? Yana qaytarib o'tamiz. 12 ga 8, 6 ga 4 va 3 ga 2. Bu qayerdan keldi? 12 ga 8 birinchisi, 6 ga 4 ikkinchisi, 3 ga 2 uchinchisi. Bular teng kuchli nisbatlardir. Chunki 12 ga 8, 6 ga 4 va 3 ga 2 bular barchasi teng hisoblanadi. Buni qayerdan bildik? Chunki mana bu yerdagi uchburchaklar soni o'zgarmadi, kvadratlar soni ham o'zgarmadi. Hammasida 12 tadan uchburchak, 8 tadan kvadrat. 12 tadan uchburchak, 8 tadan kvadrat. Faqatgina biz guruhlarga ajratib oldik. Endi 12 ga 8 nisbatning qisqarmas shakli bu 3 ga 2 bo'ladi. Buni qanday topib oldik? Keling biz osonroq usulni ko'ramiz. 12 ga 8 deganda biz bo'luv amalini 12 ga 12 taqsim 8 ko'rinishida yozsak ham bo'ladi. Bunda surat va mahrajini 4 ga qisqartirib yuborsak, 12 bo'luv 4, 8 bo'luv 4. Ya'ni surat 3, mahraj 2 bo'ladi va bu 3 bo'luv 2 ni biz 3 ga 2 nisbatda olsak bo'ladi. Bu aynan mana shu dan kelib chiqqan. Ya'ni 12 ga 8 nisbatning qisqarmas shakli bu 3 bo'luv 2 yoki 3 ga 2 nisbat hisoblanadi. Aynan mana shu arifmetik amalni o'zimiz uchun belgilab olamiz. Qaysi nisbat uchburchak va kvadratlar sonini taqqoslayapti? Demak, e'tibor beramiz. Bu yerda uchburchak va kvadratlar soni. Bu albatta birinchisi. Chunki biz bu yerda uchburchak va kvadratlar soni bo'yicha nisbatni ko'rgan edik. Demak, A deb javob beramiz bunisiga. Endi ikkinchisini o'qiymiz.
12 ga 8 nisbat 3 ga 2 nisbatga o'zgartirildi. Uchburchak va kvadratlar soni o'zgardimi? Yo'q deb javob beramiz. Chunki bunda uchburchak va kvadratlar soni o'zgargani yo'q. Biz faqatgina ularni guruhlab oldik. Ushbu betdagi barcha, demak, qismlarni ko'rib chiqdik va o'zimizda belgilab oldik.